Bugun sizlar bilan birgalikda Janubiy Koreyaga biznes klassda uchib ko'ramiz. Biznes klassning eng yomon tomoni bu albatta narxi juda qimmat. Nech pulligini videoning oxirida aytaman, lekin eng katta afzalligi vaqtni tejaysiz. Registratsiyada soatlab navbat kutib o'tirmaysiz, chunki biznes klass yo'lovchilari uchun alohida ro'yxatdan o'tish joyi bor. Bu yerda sizni juda tez va xushmuomalalik bilan kutib olishadi. Pasport kontroldan ham tez o'tasiz, ortiqcha kutish yo'q. Biznes klass zali esa umuman boshqa daraja. Yumshoq kreslolar, bepul ichimliklar, tezkor Wi-Fi, bar va restoran barchasi siz uchun. Restoranda shved stoli bo'lib, xohlagan taomingizni bemalol tanlab yeyishingiz mumkin. Shirinliklar, mevalar va turli xil ichimliklar hammasi mavjud. Parvozni kutish davomida bemalol dam olib, mazali taomlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari bu yerda bolalar o'yingohi, chekish xonasi va hattoki dush ham bor ekan. Samolyotga esa birinchi bo'lib aynan biznes klass yo'lovchilari chiqariladi. Xodimlar sizni ismingiz bilan chaqirib, alohida yo'riqlar orqali samolyotga olib borishadi. Go'yoki mashhur insondek his qilasiz o'zingizni. Biznes klass o'rindiqlari juda keng va qulay. Samolyotga chiqishingiz bilan sizga ichimlik taklif qilishadi. So'ngra ekonom klass yo'lovchilari chiqarila boshlaydi. Mening parvozim tunda bo'lgani uchun samolyot havoga ko'tarilishi bilan chiroqlar o'chirildi. O'rindiqni yotqizib bemalol uxlab olishingiz mumkin. Uyqudan uyg'onishingiz bilanoq xodimlar ovqatingizni olib kelib berishadi. Ovqatlar sifati ham ekonom klassdan ancha farq qiladi. Shu tariqa 7 soatlik parvoz nihoyat yakunlandi va men Koreyaga yetib keldim. Ishonchim komil. Oldinlari 7 soatli yo'l juda uzoq tuyulgan bo'lsa, biznes klassda bu vaqt bir necha soatdek o'tib ketadi. Va albatta samolyotdan ham birinchi bo'lib biznes klass yo'lovchilari tushadi. Hech qanday kutishlarsiz. Biznes klassda uchish narxiga keladigan bo'lsak, Toshkent xalqaro aeroportidan Incheon xalqaro aeroportigacha taxminan $900 tashkil qiladi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu narx shunga arziydimi?